Qizlar, original oyoq uchun jigotni sizlarga hozir ochib obzor qilib bermoqchiman, chunki ko'pchilik so'rayapti qizlar. Sizlar uchun atiydan ochdik mana. Ikkita mana bunaqa bo'ladi qizlar. Bemalol erkaklar oyog'iga ham to'g'ri keladi. Mana shunaqa katta o'lchamdagi ikkita noski bo'ladi. Buni ichidan ikkita o'zini mana bunaqa geli chiqadi qizlar. Ko'rasizlar, ichi gel bo'ladi. Endi buni qanaqa ishlatishni so'rayotganligi, buni ichini ochasizlar qizlar, mana yaqinlashtirib ko'rsatamiz. Mana imeni mana bunaqa materialli joyiga solasizlar qizlar, yaxshilab gelni. Keyin mundoq qilib massaj qilib yorasizlar. Massaj qilganingizdan keyin bitta gelni, mana bitta gel bittasiga ketadi qizlar. Solganingizdan keyin 90 minut oyog'ingizga kiyib olasizlar. Mamtidan bo'ylab olasizlar. 90 minut turadi oyog'ingiz. Ustidan noski обязательно kiyasizlar qizlar. Keyin 90 minutdan keyin oyog'inglarni iliq suv bilan yuvib tashlaysizlar. Все qizlar bo'ldi. 10 kun davomida Xudo xohlasa oyog'inglar mana rasmdagi chaqaloq oyog'idagi yumshoq и приятный bo'ladi.